Assalomu alaykum, shahrimiz aholisi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xalq deputatlari Kogon shahar kengashining 2025-yil faoliyati to'g'risida qisqacha axborot bermoqchiman. Xalq deputatlari Kogon shahar kengashi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi, O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashi deputatlik maqomi to'g'risidagi qonun va boshqa qonun, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qarorlari, shuningdek o'z reglamentiga muvofiq amalga oshirib kelmoqda. Xalq deputatlari Kogon shahar kengashida 7-chaqiriqda 20 nafar deputatlik o'rni mavjud bo'lib, hisobot davrida vakant o'rinlar mavjud emas. 20 nafar deputatning 13 nafari erkaklar, ya'ni 65%, 7 nafari ayollar hisoblanadi. Bugungi kunda deputatlarimizning barchasi oliy ma'lumotli bo'lib, mutaxassisliklar bo'yicha 1 nafar iqtisodchi, 1 nafar qishloq xo'jaligi, 4 nafar qurilish muhandisi, 2 nafar tibbiyot xodimi, 12 nafar pedagoglardan iborat. Xalq deputatlari Kogon shahar kengashi faoliyatini samarali tashkil etish, ijro hokimiyati ustidan nazoratni yanada kuchaytirish, ularni metodik qo'llab-quvvatlash, deputatlarning amaliy ko'nikmalari va malakasini oshirish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Ijro organi mansabdorlarining hisobotlarini o'z vaqtida eshitib borish maqsadida 2025-yil 7-fevral kuni xalq deputatlari Kogon shahar kengashining ish rejasi tasdiqlandi. Tasdiqlangan reja asosida mas'ullarning hisobotlari va axborotlari o'z vaqtida eshitib kelinmoqda. Kengashning nazorat funksiyasini kengaytirish, ijro hokimiyati faoliyati ustidan samarali deputatlik va jamoatchilik nazoratini o'rnatish, ularni kengash oldida hisobdorligini oshirish maqsadida 2025-yil 20 marotaba sessiya o'tkazilib, ularda 161 ta masala ko'rib chiqildi. Ko'rilgan masalalarning 62 tasi hisobot, 49 tasida axborot, 9 tasi muhokama, 11 tasi nazorat tahlil tadbirlari, 14 tasida vakolat doirasidagi qarorlarni tasdiqlash, 7 tasida hokim qarorlarini tasdiqlash, 9 tasi esa boshqa masalalarga to'g'ri kelinadi. Senatning yalpi majlis kun tartibiga kiritilgan qonun loyihalari bo'yicha bildirilgan takliflar 16 ta. Yangi qabul qilingan qonunlar bo'yicha o'tkazilgan targ'ibot tadbirlari 18 tani tashkil etadi. Kengash sessiyasi ommaviy axborot vositalarida 19 marotaba, shundan 20 tasi onlayn yoritilgan bo'lib, 120 ta qarorning barchasi rasmiy e'lon qilingan. Qarorlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan va 2 ta qaror huquqiy ekspertizadan o'tkazilgan. Kengash deputatlari tomonidan aholini qiynab, yechimini kutayotgan masalalar yuzasidan mutasaddi tashkilotlarga o'tgan yil davomida jami 150 marotaba deputatlik so'rovlari yuborilgan bo'lib, barcha deputatlik so'rovlari o'z muddatida javob xatlari olingan. Deputatlar tomonidan 2025-yil jami 101 marotaba uchrashuvlar o'tkazilgan. Uchrashuvlarda 68 ta muammo aniqlanib, 60 ta ijobiy hal etilgan. Shuningdek, shahar kengashi deputatlariga jismoniy va yuridik shaxslardan jami 70 ta murojaat kelib tushgan. Barcha murojaatlar ijobiy hal etilgan bo'lib, huquqiy tushuncha berish orqali ham hal qilingan murojaatlar mavjud. Deputatlar tomonidan deputatlik faoliyatini yoritish maqsadida 245 marotaba ommaviy axborot vositalariga chiqishlar qilingan. Shundan mahalliy bosma nashrlarda 24 marotaba, teleradioda 6 marta, mahalliy radioda 3 marta, respublika teleradiosida 1 marta, internet saytlarida 92 marotaba, ijtimoiy tarmoq orqali 256 marotaba yoritilgan. Xalq deputatlari Kogon shahar kengashi ish rejasida kiritilgan barcha masalalar sessiyadan oldin shahar kengashining doimiy komissiyalarida muhokama qilinib, doimiy komissiyalar tomonidan ma'qul deb topilgan masalalar sessiya kun tartibiga kiritilgan va muhokama qilingan. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, xalq deputatlari Kogon shahar kengashining xalq xizmat yo'lida amalga oshiradigan 2026-yil davomida axborot berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Briefingda o'tirmaymi? Bo'ldi, tamom. Shunday. Ovozimdan proyekt qilasizmi yoki kerakmi?